Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi deyaptilar. Hammasi yaxshi joyida, xudo xolasa. Agar bizga ozgina yordam berib tursiz, bugun o'zi yurg'izamiz. Plan bo'yicha ertaga yurg'izishimiz kerak deyaptilar. Lekin agar bugun ham yuraman desiz, bugun kechqurun ham yurg'izishimiz mumkin deyaptilar. Hozir shuncha katta murakkab operatsiya bo'ldi. Siz o'ziga keldingiz, hammasi yaxshi. Oyoqlarni qimirlab bering. Qimirlab bering. Buni ham, uni ham. Endi girijada oyoq ertaga yura olmay qolish boshqa xavf bo'ladi. Xudoga shukr, unaqa narsa yo'q. Hammasi yaxshi joyda. Pajamat ne girne wala hai pajama? So'z bergandingiz, so'zda turdingiz lekin gap yo'q. Yurdim. Yurdingiz, ha? Bugun o'zi yurdingiz. Gap yo'q. Oydan oldigacha borib keldim. Gap yo'q, mashallah. Ko'z tegmasin. Ana kecha keldim. Kechani topshirdim, bugun operatsiya bo'ldi. Bugun rabitdan keyin yuryapman. Chiqaraman. Qanaqa bo'ldi? Kecha keldingiz, analiz topshirdingiz, bugun operatsiya bo'ldingiz va bugun o'zi yurdingiz. Ertalab 100 qo'lli yurish qilganmiz yo'q. O'g'lingizga ham katta rahmat, yonida turibdilar. Eng asosiy rahmat shu bolaga. To'g'ri. Sizga katta rahmat. Arzimidi. Nechiga kirdingiz o'zi? Oktyabr. Kundan keyin 65 ga kiraman. Oho. Sakkin chaqchaqib. Это у меня второй день rождения, да? Keyin yana bitta narsa albatta qoyil qolish kerak. Sizda yurakda stent ham qo'yilgan. Hammasini hisobga olib keyin qildilar. Shuncha narkoz, shuncha katta operatsiya. Endi biz sababchimiz hammasi Allohdan, xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Alloh xolamaganda jannat ko'rsatmas. To'g'ri. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar. Alloh hamma bemorlarga shifosini bersin.